Sovchilikka keluvdik, o'rgilay. Yaxshi. Qizlaringizni bir ta'riflasangiz, eshitsak. Xo'p, katta qizim 3 ta universitetni bitirdi. Klinikasi bor xususiy. Shu bitta kamchiligi bor-da. Nimaga? Yaqinda pensiyaga chiqadi. Yo'q. Keyingisini ta'riflavering. Ikkinchi qizim ham 2 ta universitetni bitirdi. Fizkulturani bitirdi. 3 ta turmush qurdi. 3 ta erini ham urib, jahli tezda ajralib keldi-da. Ajralib. Dadasi bor, o'zidan ham bir so'rab ko'ramiz. Yo'q. Men o'g'limmi? Men qilgan xatoni qilmasin. Unday bo'lsa, biz tura qolaylik. Bizga unaqa to'g'ri kelmas ekan-da. O'tirganimga kichkina ko'rinyapmanmi? Ha? O'tirganim kichkina ko'rinyapmanmi? Uchinchisi taysincha. Apalarimni aybi bo'lsa, men megabayt emasman. Men topgan erimga motivatsiya beraman. Ne нужен, yo'qmagam, ne нужен. Данное время tuyim belgilaysa, bo'lmasa kichkinamga tanlataman. Qaysi oyga to'y qilaylik? Uyun.